Assalomu alaykum shoir. Bugun siz So'x tumaniga tashrif buyurgandan juda xursandmiz. So'x tumani haqida bitta fikringiz. Menimcha o'zinglar ham ko'rib turibsizlar nima bo'layotganini. Xalq juda ham san'atsevar, san'atga intiq xalq. Biz uzoq joylarga borganmiz, lekin men bunaqa uzoq So'x tumaniga kelmagan ekanman. Umuman emas, men bilan birga kelganlar hamda, lekin kelish kerak ekan. Lekin bu kelishimizga baribir sababchimiz bizning muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sababchi. Chunki ular uzoq qishloqlarga san'atkorlar borsin, xalqning ichida yursin. Ana undan keyin xalq artsosin degan. Men qarab ko'rib turibsiz, xalq qanchalik san'atkorlarga mushtoq. Ko'rgis keladi, bitta men emas, ko'pchilik san'atkorlar kelish kerak. Xalq xizmatini qilish kerak. Ana undan keyin menimcha xalq artistimi xizmat ko'rsatgan unvon. Endi yangi O'zbekistonga mos yurt bo'libdi. Toshkentda nima bo'lsa shunday narsalarni undan tashqari Toshkentda bunday havolar, bunday tog'lar, Shvetsariyani tog'larini ko'rdim. Bog'larini ko'rdim. Qizlarini, ayollarni ko'rdim. Ikkita yuzi qizil. Bu nimadan dalolat? Demak, sog'lik, salomatlikdan, yaxshi yashayotganlikdan oshlar yedik. Oshni qarang qanday mazali. Demak, u toza havoda o'sha mehr qo'shilgan oshni yedik. Mehr qo'shilgan chalpaklardan yedik. Yangi O'zbekiston rivojlanyapti. Lekin bu rivojlanishga men o'ylaymanki, bizning xalqimiz katta hissa qo'shyapti. Ular qator. Demak, ular qo'shgan hissasiga biz xizmat qilishimiz kerak. Qancha xizmat qilsak, shuncha kam. Menimcha kelajagi porloq farzandlarimizni kelajagi porloq bu So'xdan faqat vatanimizga xizmat qiladigan yaxshi inson yetishsin.